Duh bormi aka? Duh yetadi. Qarang, bo'lmasa hozir siz bilan nonozlik o'ynaymiz-da. Yutqizgan yutganni kiyintiradi aka. To'xta, hozir kiyintiradimi? Ha, hozir. Davay. Don, zeki. Ketdi! Xo'p, bo'pti, faqat qatdan kiyintirishni men o'zim hal qilaman. Siz ani qizcha butiklarga borib olish-yu. Farqi yo'q, kiyinsan bo'ldi, tekin-ku. Hadi ketdi bo'lmasa. Mujik gapirdimi, mujik qiladi o'rtoqlar, marhamat, Sulton akamni birinchi luklari. Boshdan oyoq bitta o'zingizlar baho berib orasizlar. Endi ikkinchi lukka o'tamiz, aka. Hoppa, bu bo'lsa ikkinchi luklari o'rtoqlar. Qani? Shalvar, oyoq kiyimlarga o'zingizlar bitta baho berib orasizlar. Yo'q, bilasizmi, men siz Brand Rose bekorga olib kelganim yo'q. Sabab? Brand Rose 8-yanvardan 8-fevralgacha bo'lgan oralig'ida ko'rib turgan shu kurtkalar, boygi kurtka, boygi shalvar va mash shalvar. Shu oyoq kiyimlarni hammasi 99 mingdan. Aka, men burgani bitta joyini ko'rgan bo'laman-da. Bekorga olib kelmayman unaqa joylarga. Siz yo boygi luk tanlashingiz kerak yoki buni tanlashingiz kerak. Ikkalasini olib bermayman. Men kiyintiraman dedim, bittasini olib beraman. Yo'q, ketdimda. Men 3-luk tanlamoqchiman. Men pastman. Past bo'lganim uchun ham shunaqa hech qolmayman. 99 ming skidka bo'lganida olib kelolmadim deyapsiz-a? Olib bermayman. Yo uni tanlang, yo buni tanlang. Boshimni qotirmayman. Mujik сказал, mujik сделал. Biz nechta luk tanlashga kelishmadik, tushundingmi? Kelishgan. Voy, men kiyintirib chiqaman dedim, bo'ldi aka. Men hozir shunday olib bermayman, bo'ldi, ketdim men. O'zingiz xohlasangiz pulini to'lang, sizning nafsingiz aka o'zingizga balo bo'lyapti. Sog' bo'ling aka, men ketdim.